Endi hozir trendda qora bo'lyapti-da. 70 ga kirgan cholam qora minaman deyapti. Aka deydi, men ham qora minaman deydi. Otaxon siz yoshingizga bo'lmaydi. Bu qora-yu oqidan. Yo'q deydi. Gazimiz ham bunaqa bo'ladi mana. Tabletka. Mana 65 ta deyiladi. Mana shunaqa gazimiz bor. Metno unaqa narsalar yo'q menda. Agar mabodo qo'yninglar xijil bo'ladigan bo'lsa, mana do'stlar, o't betidan kraska chiqib kelsa, pulinglarni vaziratga olib ketasizlar. 16 mingga oldinglarmi? 500 dollarga aformit qildinglarmi? 16500. 16500 pulinglarni sanab beraman. Rul, sisuvchi mafonlar, yaxshi chexollar, Malibu barlar. Mana propalli 4000 yurgan ekan mana. 4000 yurgan. Masla mashinalar. Yangi germanskiy propan gazlari ham bor ekan. ABS'lari ham bor, konditsioner, lyuk polning navoroti. Yo'q, u egalari qiladi. Men hozir bunga hozir bilasizlarmi? Unga hozir 3000-2500 dollar tiqilgan. Hamma tiqmayman unaqa pul. Narxi Malibu narxi. Hozir besprebi olamasa 17 mingga oladi. Bunaqa navorot qilamasa 20 ming bo'ladi. 20 ming bo'ladi. Hozir aqli bor odam. Besprebi olmaydi-da. Puliga bo'lmaydi besprebi. Hozir buni mamlakatlardan oladi. Обязательно like, подписка birinchi o'rinda azizlar. Kanalga obuna bo'linglar, videolarimni kuzatib boringlar. Arzon 24 13800 ga beramiz. Kraskasi top-toza. Salonlari ham. Polik chexollar yaxshi anaqa qilib qo'ygan ekan. 909 pul. 350 dollar turadi. 350 dollar turadi mana shu pul. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yo App Store ga kirib, Yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek do'stlar. Bugun haftani yakshanba kuni, bugun hayit kuni do'stlar. Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Ko'rib turibsizlar, Gentra qatordamiz. Ko'pchilik bilgan, tanigan o'sha Marat akamizdan video obzorimizni boshlaymiz akalar. Video boshidan bir donadan like tayinmasdan bosib qo'yasizlar. Bugungi chestomizni ham aytib o'tib ketamiz do'stlar. Bugungi chestomiz 30 mart sanasi bilan olinayotgan video do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, Marat akamizni joydamiz. Afishalarni ham katta qilib ilib qo'yibdi ekan. Gentralarni bo'lsa bir qator taxlab qo'yibdi ekan akalar. Bo'lmasa o'zi ham shahada o'tiribdi ekan. Hozir video obzorimizni boshlaymiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, likelarni ayamasdan bosasizlar. To'liq ma'lumotni, savollarni do'stlar, savollarga javoblarni olamiz. Mashinalar ko'p. Marat aka, assalomu alaykum. Marat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? To'satdan kelib qolasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Uzunmisizlar? Hayit ayyominglar muborak bo'lsin. Bugun mana hayitni birinchi kuni bugun Sergeli mashina bozor Toshkentdamiz azizlar. Aka, butun bozor dam olyapti, siz dam olmaysizmi? Meni ertalab to'g'risini aytsam, telefon qilib qo'ng'iroq qilib chaqirib olishdi. Muxlislar kelgan ekan. Aka, biz mashina olgani kelganmiz sizdan deb. Ertalab 9 da keldim. Gap yo'q. 9 da kelib, ikkita mashinani aformit qilib berdim. Bugun ham ikkita mashina sotdim. Qashqadaryo bilan bittasi Samarqandga qora aformit qilib chiqarib yubordim. Minib ketishdi. Gap yo'q. Endi kelmasangiz bo'lmaydi, endi uzoq yo'ldan kelgan. Endi Marat aka, sizni muxlisimiz, siz deb keldim. Sizdan olaman deb niyat qilganman deb, ko'pchilik niyat qilib keladi-da. Sizning mashinangiz ishonchli deb. Endi yo'q aka, ertaga keling desangiz, u xafa bo'lib ketadi-da. Shuning uchun kelib, o'zim mana aformit qilib berib chiqarib yubordim ertalab. Mana soat hozir 1 bo'ldi. Obed vaqti hozir Toshkentimizda. Ertalab soat 9 da chiqarib yubordim. Ikkita mashinani. Endi Marat aka, narx-navo qanday bo'lyapti aka? Ko'pchilik tushdi deyapti. Tushganmi yo'qmi? Yo'q, bilasizlarmi? Nima deydi? Yangi mashinalar tushgan emas. Yo'q, eskilar tushgan mana. 20, 18 yili, o'shalar gidetda bir 300, 400, 500 mashina atroflarida tashagan. O'shalar tashagan. Ko'pchilik so'rayapti, Marat aka faqat naqdga sotadimi deyapti. Nega? Yo'q, anaqaga ham beraveramiz, через bank orqali. Bank orqali qilib beramiz.
Endi u bank oladigan odam begim kuni kelishi kerak-da. Shanba odiq ishi bitmaydi. Yakshanba Ha, kuni. bank ishlamaydi-da. Bank ishlaymaydi. Shanba odiq bank ishlaydi. Dushanba, seshanba begim kunlari kelsa, jumagacha bank qilib bersa bo'ladi. Где-то bir 3000, 3500, 4000 mana shu atrofda ketsa kerak-da bosh to'lovlar. Endi oylik to'lovlari mashina kelib tanlagandan keyin chiqib keladi. U necha yilga oladi u odam biz bilmaymiz-da. 3 yilligi bor, 5 yilligi bor. Endi o'zlari nima qiladi-da? Tanlaydi-da, o'zi tanlaydi necha yilligini. Ikkiga necha pullik mashina o'shanga qarab turib oylik to'lovlar chiqib keladi. Misol uchun 3 million, 4 millionmi? Har xil shu zaklad tashiydi. Misol uchun mana video obzori ko'rsataman, yoqdimi? Zaklad tashiydi, shu mashinani olib qo'ying aka deydi. Bron deydi-ku, bron qilib qo'yiladi. Qulflab qo'yasiz. Qulflab qo'yiladi. Kelgan uydagilari keladi, pasport bilan, misol uchun naqdgami? Mana musofir yurtdagilarni aytyapman-da. Naqdgami, farqi yo'q, bankmi? Zaklad tashab bersa, keyin ertasi kuni kelishadi, o'sha pasporti bilan nomligilar oformit qilib chiqarib yuboraman. Bir kunda 12 ta viloyatga qilib beraman. 12 ta viloyatga bir kunda. Ertalab soat 10 da boshlasa, где-то taxminan 5-6 larga chiqsa kerak. 5-6 ga bitib qoladi. 5-6 ga bitadi. 5-6 ga chiqib ketadi. Nomerlarni ham taqib beramiz. Endi kelinglar hozir mashinalarni bir chetdan obzor qilamiz. Obzor qilaylik, keyin yana bir ikkita savollar bor aka sizga hali. Savol yig'ilib qoldimi? Ancha bo'ldi chiqmaganingiz. Ancha bo'lib ketdi. Muxlislar rosa kutib qoldi. Marad aka, bormisiz? Hamma videolar qiling, aka ko'proq deb. Oldin topishga qiynalardi bu. Mana. Ham zo'r qilib qo'ysiz. Mana akalar, mana bannerlar chiqarib qo'yibman, mana. Marad aka avto nomerlarim ham bor, telefon raqamlari. Bemalol kelib 6-qator mana shu katta darvozadan shuna kirganinglarda, mana bannerlarim bor, mashinalarim mana. Bu yoqda, mana. 20 ta 30 ta qoraga o'tib ketdingiz. Endi hozir trendda qora bo'lyapti-da. 70 ga kirgan chol ham qoramayman deyapti. Aka deydi, men ham qoramayman deydi. Otaxon sizni yoshingizga bo'lmaydi. Bu qora-yu oqidan. Yo'q deydi. 5-6 ta bolam bor meni. Bir kunda bittadan yuvsa, bir haftada deydi, hammasi bitta yuvib chiqadi deydi. Mayli deb ularga ham qilib beraman lekin qora. Mana qaranglar. Aslida menda hammasi 24 lar, 23-24 ana masla mashinalar, ana navorotli deydi-ku, Malibu rul, Malibu salon, ana shumka, punka, tayyor gaz, pas, mana shunaqa navorotli mashinalar bor menda. Mana mashinalarni hozir sizlarga birma-bir reklamasini qilib chiqamiz. Qaranglar sizlar. 24 12.000 probeg yurgan. Kraskalarimiz top-toza. ABS'lari bor, lyuklari bor. Gaz ham bor ekan buni. Ha, buning gazlari ham bor. Endi Navrotimizda, Navrotda nimalar qo'yilgan desanglar, Amerikanka faralar qo'yilgan. Yaxshi balonlar qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar, yangi balonlar qo'yilgan. Balonlari. İlk qaranglar, shum izolyatsiyalar ham bo'lgan. Shum izolyatsiyalar bo'lgan, mana. Mana shumkalar bo'lgan. Tonirovkalari bo'ladi. Endi buni salon qismiga kiramiz hozir. Salon qismi, mana. Salon qismini ham bitta olinglar mana. Mana. Do'stlar, Mana Malibu salonda Malibu rul, Malibu mafon, Malibu bar, yaxshi poliklar, chexollar, ana video registratorlar, mana pult, signalizatsiya, gaz, Amerikanka optra. Yo'q, bular endi tayyor-da. Tayyor. Gaz, benzin bo'lsa benzin. Xolasa gazligi, xolasa bez gazlari bor menda. Bular tayyor mashinalar. Oladi, minadi, bez rasxod. Rasxod qilmaysizlar. Shuni olasizlar, minasizlar. Yili ham 24. Yangi mashinalar-da bular. Kraskalari toza. Misol uchun metno unaqa narsalar yo'q menda. Agar mabodo qo'yninglar xijil bo'ladigan bo'lsa, mana do'stlar, o't betidan kraska chiqib kelsa, pulinglarni vaziratga olib ketasizlar. 16.000 ga oldinglarmi? $500 ga oformit qildinglarmi? 16.500. 16.500 pulinglarni sanab beraman. Agar kraskasi chiqib kelsa mashina. O'shaning uchun bilmagandim, yo bu unaqa bo'lmaydi mana. Chunki men bularni hammasini tekshirib olaman. Tekshirib olib, keyin kafolat beraman. Kafolat beraman mashinaga. Kraskalar top-toza, nihoyatda ideal mashinalar-da bular. Tayyor. Xo'sh, keyingi navbatdagi mashinamizga o'tamiz azizlar. 12.000. Xo'sh, probega kamroq deganlarga mana 9.000 yurgan. Mashinamizda gazsiz. ABS'lari bor, lyuk, konditsioner. Mana Amerikanka faralari ham bor, yangi turibdi, yangi.
9000 kilometr yurgan. Buni narxi mana qaranglar 16000. Buni narxi ham 16000. Bu 9000 yurgan, bu 12000. Bu razницasi prebegida. Yurganda. Ha, bunda gazi bor, bunda gazi yo'q, azizlar. Xo'sh, mana balonlarni ham ko'rsatinglar, mana balonlar ham qo'yilgan. Balonlar ham qo'yilgan. Shumkalar qilingan, mana har doimgidek, mana bu qoralarda kerakda. Malibu salon bo'lgandan keyin Navro'dda hamma narsa kiradi. Shum izolyatsiya, Malibu rul, bar, mana bu balon, hamma narsa kiradi-da, bu tayyor. Mana azizlar. Qaranglar. Mana bu mashinamiz ham xuddi shu Malibu rul, C3 mafonlar, yaxshi chexollar, Malibu barlar, shumkalar bo'lgan, Amerikanka, Optra mana 906 pultlari tayyor mashina. Endi ko'pchilik Marat aka bitta dona rul ham qo'yib Navroti bor deb turibdi-da. Yo'q. U bitta rul Navro'dga kirmaydi. Navro'dda mana hozir aytayapman, Navro'dda Malibu salon degandan keyin hamma narsa kiradi-da. Mana shu mafoni, shumkasi, Optrasi, Amerikankasi, rul, bar, video registrator, hamma narsasi kiradi. Endi bular mana shu hozir tayyor mashinalar-da bular. Tayyor mashinalar. Kelasi ham 16000 ekan-a? Bular narxi 16000 dan. Ha, 9000 yurgan, 12000 ga. Uni gazi bor, buni gazi yo'q. Endi qarang Marat aka, bu narx pulga shuncha deyapsiz. Narxi bo'lish-a? Ha, bo'ladiganim. Cheris bankka bo'lsa necha pulga chiqadi endi? Gideta bir 3,5 minglar atrofida ketsa kerak, taxminan. 3,5 ming, 4 ming atrof ketsa kerak bularga. 4 mingdan oshib ketmaydi. Yo'q, taxminan. Men endi bank emasman, bilmadim. Taxmin 3000 bilanmi yo 3200 mi shu atroflar bilan chiqadi. 3,5-4 ming puli bor ekan. Shunaqalar bilan kelsanglar 12 ta viloyatga qilib beraman. Xo'sh, azizlar, mana yana bitta 5000 yurgan ekan. 5000. Kamayib ketyapti. Praviga. Ha, har xillari bor deymanda, har xillari bor. Mana 5000 yurgan. 5000 yurgan. Motor atseklarini ham bitta tomosha qildiring, mana. ABS'lari ham bor, kondisioner, lyuk polniy navorot bu ham. Mana pult signalizatsiyalari ham bor. Mana qorada kerakli, yaxshi chiroyli, amerikanskiy. Yaxshi balonlar mana bunda ham. Xo'p, mana salonni bitta tomosha qilamiz mana. Salonni oling mana, yaxshilab. Malibu rul, Malibu bar. Xo'sh, C3 mafollar, 2,5 millionlik chexollar, poliklar, shumka, punka, o'sha hamma narsa qilingan. Polniy navolot, Amerikanka, Optra. Mana balonni ham bitta oling, balonni. Charmqo yumshoqdan ekan. Ha. Bilasizlar-ku, bu qanaqa balon? Yumshoq balon bu. Ideal, yurishlari ham yumshoq bo'ladi-da bu. O'zini Linglong balon emas-da bu. O'zida Linglong balon bo'ladi-yu, tosh balon deyiladi. Mana 5000 yurgan. 5000 yurgan, narxi 16200. 16200. Ha. Bu mashinamizda subwoofer usulitillari ham bor. Subwoofer kimga qiziq bo'lsa, subwoofer usulitilla qo'yilgan. Tayyor. Propan gaz jihozlari ham bo'lsa, mana propanni ko'rsating, o'zi metandan propan yaxshi. Ha, yo'q-a? Benzindan ham yaxshi dedi-ku buni, ha? Ha, benzinga yuradi-da, mana qaranglar. Narxi ham tushib qoldi-yu 4,5 mingga. Ha, propan narxi tushdimi? Hozir mana 4,5 mingga tushibdi. O'zi qancha edi? 6,5 mingmi? Mana 6000 propan. Mana propanli 4000 yurgan ekan mana. 4000 yurgan. Masla mashinalar. Yangi germanskiy propan gazlari ham bor ekan. ABS'lari ham bor, kondisioner, lyuk polniy navoroti. Mana bunda ham amerikankalar. Yaxshi balonlar. Original narsalar turibdi. Bu yerda Xitoy narsa yo'q mana. Ko'ringlar. Yaxshi balonlar, shumkalar bo'lgan. Mana pult signalizatsiyalari bor, tonirovkalari ham bor bu mashinamizda. Optra faralar qo'yilgan. Hammasini tayyor. Yo'q, metan, ha, bu metan ekan. Qarangmi? Metan ekan bu, metan. Ha, metanli ekan bu. Metan mana qarang, ko'rsating, metanni 4000 yurgan metan gaz. Ha. Nargis propan edi, hozir uni ham ko'rsatamiz. Xo'sh, azizlar, mashinamizda qirilgan, chizilgan joyi yo'q. 4000 yurgan. 24 bilan hammasi yengil, masla mashinalar. Shunda olasizlar, minasizlar. Bez rasxod. Mashinaga men kafolat beraman.
o'tib ketadi petnochisi, pulinglar vazirab. Gap yo'q. Notarisi puligacha qaytaraman. Mana kerak. Ha. Boshida ko'pchilik bilasizmi, $100 zalog berganga kuyadi. Ha. Olding, bozordan qoldirding degan gaplar bo'ladi. Ha. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda unaqa. Saygaklar nima deyapti? Saygaklardan ham bormi bozorda? Yo'q, men yonimga yaqinlashtirmayman unaqalarni. Men yonimga yaqinlashtirmayman unaqalarni. Bittada bilasiz aka. Ha, men unaqalarni yoqtirmayman. Mana qaranglar. 16 ming yurgan ekan. 16 ming yurgan, mana buni propan gaz ekan. Haligi anon bilan yanishib ketdi metan bilan. Mana propan gaz ekan bu, qaranglar. Mana reduktorlari, ABS'lari ham bor, kondisioner lyuklari ham bor. Mana Amerikanga faralar. Original ekan. Ha, original. Mana balonlarni oling, donasi $5 turadi. Donasi, balonni. Mana pult signalizatsiyalarimiz ham bor. Tonirovka bor. Kelgan shumkalar. Mana salonlarni ham olinglar. Mana bu ham Malibu salon. Malibu salon почти bir xil bo'ladi. Mana ideal holatda. Qidirilgan, chizilgan, tosh tegan unaqa narsalari yo'q. Bozorni eng oldin nomer 1 mashinalari. Kimga qiziq bo'lsa, mana qora bayir qidirayotgan, kimdirlar sovg'iga beraman deydi, marataga deydi. Akamni yuboraman deydi, musofir yurtdagilarni aytaman-da. Akamni singlimni yuboraman, dadamga sovg'a qilmoqchiman, niyat qilganman deganlarga mana ideal mashinalar. Ular hammasiga o'zingiz pul tikib, navrat qilib qo'yasiz. Yo'q, u egalari qiladi. Men hozir unga hozir bilasizlarmi, unga hozir $3,000-$2,500 tiqilgan. Men tiqmayman unaqa pulni. Narxi Malibu narxi. Hozir bez prebey olamasa 17 mingga oladi. Bunaqa navrat qilamasa 20 ming bo'ladi. 20 ming bo'ladi. Ha, hozir aqli bor odam. Bez prebey olmaydi-da. Puliga bo'lmaydi bez prebey. Hozir buni mamlakatlarni oladi. Tayyor. 16 mingdan. Mana 16 ming. A bu 5 ming, 4 ming probegmi? 5 ming, 4 ming probegmi? Bir oyda yurib qo'yadi. Ha, o'shani aytaman-da. Mana buni gazi propan. Ha, tabletga bo'ladi. Ha, zapaskani o'rnida. Mana zapaskani o'rnida bo'ladi. Mana zapaskasi turibdi. Mana zapaskasi. Zapaska o'rnida tabletga bo'ladi-da. 65 talik deydimi? Shunaqasi. Keling, narxini ham aytib o'tamiz. Mana hozir. 24 16 mingga beraman. 16 ming. Ha, bular endi navrotlikda. Endi navrotsizlarni 15 mingga olasizlar. Navrot kam misol uchun 4 ta balon taqib qo'yadi, rul bo'ldi. Ana unaqalar arzon. Xo'sh, mana bu yerda oqim bor. Oqidan ham bor 24 larni. 24 Malibu salon. Polni navrot, kraskalari top toza. Mana azizlar. Propan gazi bor, ha, propan gaz mana ko'rsating. ABS'lari bor, lyuklari bor, Amerikanka faralar mana. Ko'rasizlar, Amerikanka faralar. Xo'sh, yaxshi balonlar, archa balonlar qo'yilgan ekan. Archa balonlar. Mashinamizda petno degan narsa yo'q. Mana. Mashinamizda Malibu rul, Malibu mafon, Malibu bar, pult, signalizatsiya, video registrator, poliklar, hamma narsasi qo'yilgan. Shumkalari ham bor. Bularning hammasi navrot qilingan tayyor mashinalar. Orqasini ham ko'rsatib o'tamiz, ana propan gazini. Mana. Ko'rasizlarmi, o'ptirani yangi o'ptirib qaralar. Mana video registratorlari bor, og'irligini qaranglar mana. Shumkani og'irligidan, ha. 2 qavat, 3 qavat. Ha, mana bu gazimiz ham bunaqa bo'ladi, mana. Tabletga. Mana 65 talik deyiladi. Mana shunaqa gazimiz bor. Oldin bilasizmi, Marat aka, bu oqlar narxi $500 past yurardi qoradan. Hozir bilasizlarmi? To'g'ri aytyapsiz. Hozir qora ko'pda, oq kam. Oq kam. O'shaning uchun bozorda ham hozir bez prebegi почти yo'q. Bez prebegi yo'q. O'shaning uchun hozir endi aslida qora-da, trendda qora. Ha, endi yosh katta odamlar bo'lsa, misol uchun bitta ikkita bo'lsa, nima deydi? Kelib qolishadi, kam endi. Aslida qora-yu, bitta ikkita odamga kelib qoladi, Marat aka, oqidan qilib bering deydi. Dadam yoshi katta deydi. O'shanga deydi, oqidan bo'lsa deydi. O'shanga
variant qilib qo'yaman-da. Bitta Bitta yursangiz 10 ikkita. kun bemalol yurasizda bundan. Oqdami? Oqda bilinmaydi-da. Oqda bilinmaydi. Endi Endi qora yoshi katta odamga ha. Endi qoraga o'xot kerak. Qoraga o'xot kerak. Qoraga endi qarab yurish kerak. Mehr kerak. Yuvib, tarab, polirovka qilib, mana shunaqa qilib. Kelinglar, mana bunaqa rangi ham bor. Mana bunaqa rang. Nima derdi men buni? Zevismi? Zevis deydimi? Voy, mana. Zevis rang ekan. Abezli 7000 probeg. Kraska top toza, lyuklari ham bor. Mana salonlarini ham alambalo qilib qo'yishibdi salonlarni. Arzonchiroq variantdan qidirganlarga. Arzon 24 13800 ga beramiz. Kraskasi top toza. Salonlari ham. Ha, polik chexollar yaxshi anaqa qilib qo'ygan ekan. Chiroyli qilib. Karishma. Kraskalari top toza, petno-metnolari yo'q. Mashinamiz ideal holatda, ideal. Hozir 7000 yurganmi? 7000 yurgan 13800 ga beramiz. Bank ham bo'ladi, naqdga ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa. Balon o'zini holatida. Mana motor qismlarini ham ko'rdinglar, motorga suv tegmagan. Ha, motorga suv tegmagan, tayyorlanmagan mashina. Shunda turibdi mana. Abezli, lyuk, hamma narsa navroti bor. Narxi zo'r. Ha. Agar rangi shunaqa 13800. ma'qul bo'lsa. Ha, endi bir xil aytadi, необычный rang xohlaydi bir xilda. Mana bunaqa rangdan bo'lsa, yo'q bir xil nima deydi, izolenta rang xohlaydi. Oxirgi qora. Xo'sh, oxirgi qoramiz bez gaz 4800 mi qanchaqa yurgan ekan. Qarang. ABS bor, kondisionerli, Amerikanka farali, archa balonlar. Kraskamiz top toza 24. Mana. Salonlar. Gap yo'ling. Hammasi tayyor. Ideal, tayyor-da bular, ha. Ideal. Mana. Salonni xiri ketmagan, mana. Shunaqa, mana 909 pultlari ham bor. Mana shu pultni bilasizlar? Mana 909 pult. $350 turadi. Mana $350 turadi mana shu pult. Gap yo'q. Tayyor mashinalar. Tayyor. Zapaskalarni ko'rsatdinglarmi? Zapaskalar tushmagan. Voy, mana. 4000 yurgan masla. 4000 yurgan. 16500 ga beraman. Ideal holatda. Mashinani olasizlar, minasizlar. Shunda bez rasxod. 98 lik 128 57 97 raqamiga qo'ng'iroq qilib kelasizlar azizlar. Bozorimizda har kuni ishlayapti. Hozir aytayotganingiz, ha, har kuni ishlayapsizmi, Marat aka deb. Har kuni chiqyapman. O'zim shu yerdaman. Qanaqadir xizmatlar bo'lsa, kelavringlar, o'zim yaxshi, chiroyli qilib beraman. Naqd bo'lsa, shanbaga, yakshanba kuni ham ishi bitib ketadi. Yo'q, naqd bo'lsa, kelaversa, notarius ishlayveradi. Shanba ishlaydi notarius. Ishlaydi. Bozorimizda ishlaydi. Bugun ham ishlayaptimi? Bugun ham ishlayapti notarius. Mana bu yerda Anvar aka degan notariusimiz bor. Ular ishlaydilar, har kuni ishlaydilar. Notarius qilib beraveramiz. Naqd emas, Maratga bemalol kelaversin, ha, mashina. Har kuni kelaveringlar, qo'ng'iroq qilib kelinglar, xohlasanglar azizlar. Mana mashinalarni ko'rdinglar, hammasi yangi mashinalar. Yangi mashina qidirayotganlar bo'lsa, mana sovg'agami, o'zini minishigami kelsanglar, mana mashinadan o'zim gidetda bir yarim soatda nominglarga oformlik qilib chiqarib yuboraman. Ishing-teylarini, pullarini to'lab, xayr-xo'sh qilib, xursandchilik bilan Gap yo'q. kuzataman. Lekin qoyil qoldim, bugun bozor bir kur aylandim. Bitta siz bor ekansiz, bitta ikkita odamlar bor, lekin gap yo'q. Aytolmanu, muxlislar keladi, Marat aka, bugun chiqmadingizmi deydi. Mana hozir sizlar bilan syomka qilib turibmiz. Orqada hozir 4-5 ta odam kutib o'tiribdi mana hozir. Mashina olishmoqchida ular. Ha, azizlar, endi videoni oxirigacha ko'rganinglarga hammanglarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'linglar. O'zimga rahmatimni. Обязательно like, подписка birinchi o'rinda azizlar. Kanalga obuna bo'linglar, videolarimni kuzatib boringlar. Har hafta yangi videolar qo'yib boramiz, xudo xolasa. Mana sizlarni ham kanalda ham ko'pchilik sog'inib qoldi lekin sizlar. Ha, anchadan o'zingiz kelmay qo'ydingiz-da. Mana endi chiqarib turing. Ha, hammanglarni kirib kelgan ro'za, ayyom, hayitlar hammanglarga muborak bo'lsin. Hammanglar bilan ekran ortida ko'rishib turganimda sizlardan juda xursandman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar azizlar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sizga rahmat aka. Rahmat. Sog' bo'linglar azizlar.